Bizada bayramimiz, shu bayramga munosabatiga Jasur Mavlonov bilan Saida Ramitova kelgan. Biz shunga boryapmiz. Videolarda qo'yib boraman, kuzatishda davom etingizlar. Azim bilan ketyapmiz. Ha? Aziz. Hayla odamlar endi ketyapti. Onam bilan olib ketdi. Endi men san'atkorlar tayyor turishibdi. Ozgina o'sha talab qilingan hammani telefonida bor she'rni o'qib beraman-da. Musiqasi bormi Lazizbek? Mana shu davraga bizni taklif qilgani uchun mana Lazizbekka umuman 1993-yilda tug'ilgan yigitlarga rahmat deymiz. Mana shu ajoyib davraga bizni taklif etishdi. Hali bir mashhur, haligi sizlarga, menga ham noma'lum bo'lgan mashhur san'atkorlar kelgan. Men o'zim o'shalarni ko'rishga yeyman o'zi. O'shaning uchun bugun ketib qolish bo'lmasin, soat 12 gacha, 1 gacha ham yerda, kechgacha mana yerda bayram bo'ladi. Musiqasi agar tayyor bo'lsa, agar fon berib olsangiz ham bo'ladi, jonli. Qishloqning bahori, eng go'zal bahor. Shaharga ortiqcha intilma, bola. Shaharda varraklar erkin uchmaydi. Shaharning osmoni simlarga to'la. Qishloqda kuylasang, jo'shib kuylaysan, tunlarni, tonglarni kuylarga ular.